Endi uydan ravona bo'lish. Uydan jo'nash vaqtida 2 rakat safar namozi o'qib olish sunnatdur. Birinchi rakatda Fotiha surasidan so'ng Kafirun va ikkinchi rakatda Fotihadan so'ng Ixlos surasini o'qish yoki avvalgi rakatda Falaq va keyingi rakatda An-Nas suralarini o'qish tavsiya qilinadi. Salomdan so'ng Oyatal Kursi va Qur'on suralarini o'qisa, shu bilan birga Alloh taolodan yo'l mashaqqatlarni oson qilishni so'rab duo qilsa, inshaalloh butun safar davomida biror to'siq va qiyinchilikka duchor bo'lmaydi. Al-Azkar Roddul Muxtor. Mana shu joyda biz e'tibor qilishligimiz lozim bo'lgan joyi nafaqat bu haj ziyorati, balkim uzoq safarga chiqishligimizdan oldin uyimizda 2 rakat safar namozini o'qib chiqishligimiz sunnat ekanligini eslatyaptilar. Va bu 2 rakatli namozimizning birinchi rakatda Fotihadan keyin Qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatga Fotihadan keyin Qul huvallohu ahad suralarini yoki bo'lmasam Fotihadan keyin birinchi rakatdan keyin Qul a'udhu bi robbil falaq va ikkinchi rakatga Qul a'udhu bi robbin nas suralarini o'qishlikni tavsiya qiladilar. Uydan chiqishdagi duolar. Endi bu namozni o'qigandan keyin siz bilan bizga yana nasihat qilyaptilarki, uydan chiqishdan oldin endi duo qilib chiqing deylar. Hali joy namozda o'tirayotganda duo qilib Allohdan safarda mashaqqatsiz o'tishligini, bexatar bo'lishligini, Xudodan so'rab duo qilgandan keyin endi uydan chiqishlikdan oldin esa ushbu duoni o'qishlikni nasihat qiladilar. Uydan chiqishdagi duolar. Kishi uydan yoki turar joydan jo'namoqchi bo'lib chiqayotgan vaqtda quyidagi duoni o'qisa, inshaalloh shayton va dushmanlar yomonligidan omonda bo'ladi va hech qanday mushkul holatga tushmaydi. Bismillah. Tavakkaltu alallohi la havla va la quvvata illa billah. Ma'nosi: Allohning nomi ila safarni boshlayman. Allohga tavakkul qilaman. Allohga tavakkul qildim. Suyanib tayandim. Butun kuch va quvvat faqatgina Allohdandir. Gunohlardan saqlanish va toatga qodir bo'lish Alloh taoloning yordami bilangina bo'ladi. Sunnani Termiziy. Allohumma bika asulu va bika ahulu va bika asiru. Ma'nosi: Ey Allohim, faqat sening madading ila himmat qilaman va faqat sening madading ila gunohlardan saqlanaman va faqat sening madading ila safarda yuraman. Musnadu Ahmad. Endi ketishdan oldin ziyoratchilarimizga aytayaptilarki, ustozlar, yaqinlar bilan xayrlashishlik qanday bo'ladi desa, yaqinlar bilan xayrlashish. Yaqinlar va do'stlar bilan xayrlashish vaqtida ushbu duo o'qiladi. Astav'idulloha dinakum va amanatukum va xawatima a'malikum. Ma'nosi: Men sizlarning diningiz, omonatingiz va amallaringizning xotimalarini Allohga omonat topshiraman. Sunnani Termiziy. Hajga ketuvchi kishidan duo so'ramoq. Endi hajga ketayotgan odam o'zini yaqinlarida bilan xayrlashishlikni aytyapti. Mendan rozi bo'linglar. Dillaringni og'ritgan bo'lsam uzr so'rayman deb mana bu duoni o'qib ketishlikni. Endi ketayotganda bizlarni ham ularga bizni haqqimizga duo qilishini so'rashligini sunnat ekanligini eslatyaptilar. Jumladan hajga ketuvchi kishidan duo so'ramoq, haj qilgani ketayotgan kishidan xayrlashuv chog'ida duo qilishni iltimos qilish hadislardan sobitdir. Chunonchi bir hadis sharifda mana shunday deyilgan. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan umra safariga borib kelish uchun ijozat so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ijozat berib
aytdilar: "Ey birodarim, duolaringda bizni ham sherik qil va bizni unutma", dedilar. Sunani Abu Davud, Sunani Abu Ibn Mojah. Demak, Hazrati Umar Rasulimizni do'stlari, a, umra qilgani ketayotganda Madina Munavvarada endi turibdilar. Hijratdan keyin. "Ya Rasululloh, men umra qilsam maylimi?" dedilar. "Umra qilib kelsam." dedilar. "Mayli, lekin duolaringni bizni ham eslagin, bizni haqqimizga ham duo qilgin", degan ekanlar Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam. Jumladan biz ham birodar, borganingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bizni salomimizni yetkazing. Baytullohga borganingizda duo qilingki, Alloh taolo bizlarni ham tez kunda baytiga chaqirsin. Biz ham shunday ulug' ibodatlarni qilishlikni baxtini Alloh bizga bersin, birodar, deb ana shu ketayotgan ziyoratchilarga bizni ham eslashlikni, bizni ham haqqimizga duo qilishlikni so'rashligimiz lozim bo'lar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda esa quyidagilar aytilgan: Haj va umra qilguvchilar Alloh taoloning elchilaridirlar. Ya'ni ular Allohga yaqinlashish maqsadida safar qilgan kishilardir. Agar ular Alloh taologa duo qilsalar, Alloh taolo ularning duolarini qabul qiladi va istig'for aytsalar, Alloh taolo ularni mag'firat qiladi. Sunani Ibn Mojah. Abu Dardo radhiyallohu anhu kuyovlari Savbor ibn Abdulloh radhiyallohu anhu hajga ketayotganlarida Ummu Dardo radhiyallohu anha u kishidan, Savbor ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan duo qilishlarini iltimos qilganlar. Sunnani Ibn Mojah. Mazkur rivoyatlardan haj yoki umraga ketuvchidan duo qilishni iltimos qilish nubuvvat va sahobiylar davrida ham sobit ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun hoji jo'natayotgan paytda odamlar undan duo qilmoqligini iltimos qilishlari joiz va durustdir. Lekin hoji jo'nashi oldidan ziyofat uyushtirishi, tuhfalar ulashishi, manzildan tayyorgohgacha avtobus yoki yengil mashinalarda go'yo kuyov navkar shaklida dabdaba bilan borishi, yig'i-sig'i va boshqa shu kabi ishlar hammasi qilinishi joiz bo'lmagan amallardandir. Bular hajdek buyuk ibodatga nuqson yetkazishi ishlar bo'lib, isrof riyokorlikdan boshqa narsa emas. Albatta, zaruratan bir ikki odamning hojini tayyorgohga olib borib qo'yishida zarar yo'qdir, dedilar. Demak, hajga ketayotgan insonlarni ketishdan oldin katta bir dabdaba qilib, marosimlar qilib, hadyalar berib, hamma qarindosh urug' yig'i qilib aeroportgacha borishligi bu yaxshi emas, deydilar. Albatta, qaytib kelgandan keyin ham bunaqangi katta bir ziyofatlar qilishlik bu durust emas, azizlar. Ulovga minganda o'qiladigan duo. Ulovga mingan vaqtda ushbu duo o'qiladi. Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Ma'nosi: ushbu ulovni bizga bo'ysundirib, xizmatimizga berib qo'ygan zot pok va munazzahdir. Yo'qsa biz o'z holimizcha bunga qodir bo'lmas edik. Va biz albatta Robbimizga qaytib borguvchimiz. Sahih Muslim, Sunan Tirmiziy.